Kak kasalligi haqida eshitganmisiz? Koronar arteriya kasalligi yurakni oziqlantiradigan arteriyalarning torayishi yoki to'silishi natijasida yuzaga keladigan jiddiy kasallikdir. 2023-yilda Rossiya Federatsiyasida yurak-qon tomiri kasalliklari 1,185,000 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'ldi. Ulardan 50,1% kakni tashkil etadi. O'zbekistonda esa 50 yoshgacha bo'lgan insonlar kakdan aziyat chekishadi. Ulardan erkaklar orasida 50%, ayollar orasida esa 40% ni tashkil etadi. Kakning oldini olish uchun muntazam jismoniy faollik va sog'lom ovqatlanish zarur. Ammo yurak kasalliklari avlodingizda bo'lsa, unda yoshlikdan yurakka alohida e'tibor qaratishingiz kerak. Yurak sog'lig'ini mustahkamlashning eng samarali usuli kardiokontrol. Kardiokontrol bilan yurakni oziqlantirib, tomirlaringizni yaxshilashingiz va qon bosimini normada ushlab turishingiz mumkin. Kardiokontrol bu oson, samarali va yurak kasalliklari xavfini kamaytiradigan mahsulot.